Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana navbatdagi darvozamizni ham olib kelib o'rnatdik. Hop, darvozamizni yana 3.20 ga, balandligi 3.30 bo'lgan. Shtampovkaning listlarini o'sha eng qalinidan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa svarkasini ham, kraskasini ham o'zim tayyorlab sepdim. Kraskachilarga bir yangilik yaratib berayin deb. Mana ko'rinishidan silliq darvozaga o'xshaydi. Yaqinroq kelib qarasangiz, ana zari bor. Banishni kraskada tayyorlab sepdik. Ozgina uzoqroqdan qaralsak, как будто silliq darvozaga o'xshaydi, lekin zarlari bor, tog'lanib turadi. Endi telefonda unchalik ko'rinmaydi. Hop, kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa, yaxshi kunlarga cho'tki xizmat qiladigan darvozalarni yasab beramiz. Zamonlarni ham yaxshisidan qo'yib berganmiz mana. Akfeshilik o'xshaydi. Cho'tki ochilib yopilishlari ham hech qanaqangi qattiq dang'ir-dung'ir ovozlari yo'q, xudo xolasa. Barchaga rahmat. Like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar.